19-noyabr haftani chorshanba kuni. Hammaga assalomu alaykum. Bizani uzoq yaqindan kuzatayotgan birodarlar. Haftani chorshanba kuni o'rtoqlar. Bitta yaxshi ikkinchi qoringa yetuv bo'g'oz sigirimizni sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Ko'rib, narxi, sifati ma'qul kelib qolsa telefon qilasizlar. Juda ham yirik variantidan. Shoyingiz, qani bu yoqqa ozgina yurg'izib olchi ekan. Juda boshqacha-yu va bu necha oylik bo'g'oz? Shoyingiz? Yetuv bo'g'oz. Yetuv bo'g'oz a? Yetuv. Qanchalik bir 15 kun, 20 kunligi? Ha, 20 kunligi bor inshaalloh. Hop, o'rtoqlar, videoni boshlashdan oldin bitta narsani aytib o'tib ketaman. Hop, juda ham yirik. Hop, hozir bo'ylarini ham aytib o'tib ketaman. Bo'ylarini o'lchashgan ekan. Sutga ishlaydigan akalarimiz bo'lsa, narxi har xillarni kommentariyada ortiqcha negativ fikrli kerak emas. Narxi arzon emas. Videoni boshida aytib ketaman. Endi bu mollarni shu o'zi sutga ishlaydigan, tushungan bilgan odamlar, haqiqiy shu nasl ishqibozlar uchun bo'lyapti. Navoda narxi baland qo'yiladigan bo'lsa, har xil fikrda bo'lmaysizlar. Endi balki balanddir, balki shu o'zini narxidan pastroqdir. Hozir qo'yib chiqarib berishga harakat qilaman o'rtoqlar. Bo'yini o'lchagansan-a? Bo'yini o'lchaganman. Necha? 1.60 dan baland 1.60 ga olursiz. 1.60 a? Ha. Bu yoqqa ozgina yurg'izchi, mana shu yerda ko'rsatib beramiz. Ikkinchi qorini bu? Ikkinchi qorin. Ikkinchi qoringa o'rtoqlar, yetuv bo'g'oz. Hozir ichkarida turganini ham bitta tishlarini ochib men ko'rdim. To'rkurak ekan jonivor. Men molni qaranglar. Bunaqasi har doim ham chiqurmaydi o'rtoqlar. Niyat qilgan akalarimiz like bosib, podpiska bo'lib, kommentariyada fikrlarni qoldirasizlar. Kachествоsi juda ham kuchli narsa ekan. Birinchi qoringa nechta bergan bu? Birinchi qoringa 30 ta bergan. Birinchi qoringa 30 ta bergan, a? Hozir ikkinchi qoringa yetuv bo'g'ozimiz olib sutga ishlaydigan ukalarimiz bo'lsa, narxi nech pul ekan? Narxi 65 million kami bor. Kami bor. Opa, bo'l, olib kiravur. Olib kiravur ichkariga, ichkaridan ko'rsatib beramiz. O'rtoqlar, narxi 65 million so'm kami bor, o'tib beradigan joyi bor. Telefonga aloqaga chiqasizlar, pastda nomerlarni qoldirib ketaman. Hop, Toshkent tumani Sabzavot mahallasidan chiqarib borilyapti. Mana hozir molxonada turgan holatida ham sizlarga ko'rsatib beraman. Galishtenda shunda shoyingiz bu? Galishten. Galishten. O'rtoqlar, mana bo'yini qaranglar. Hozir men to'g'ri tikka turgan holatida men videoga olaman. Kelib ko'zinglar bilan bitta ko'rib molni savdo qilib olishinglarni tavsiya qilaman, lekin unaqa kichkina mol emas. Juda ham yirik. Mana ukamiz o'zi bo'yi. Mana shunda oldiga turgan bu yoq tomondan. Mana o'rtoqlar. Mana. Kallalarni sal bu yoqqa qilib ko'rsatib ber. Niyat qilgan aka-ukalarimiz bo'lsa, hammalarning xonadoninglarda mana shunaqa mollardan kamida 10 tadan bo'lsin deb niyat qilamiz aka-ukalar. Mana kommentariyada mashalloh deb yaxshi fikrlarni qoldirib ketasizlar. To'g'ri, narxi arzon emas. Endi qattadir 70 milliondir, qattadir 60 milliondir, lekin o'ta kuchli ekan kachествоsi. Telefon sizlarga buni to'liq holatida buni ko'rsatib bera olmaydi, lekin sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Yuvoshlilari yaxshi? Ha, okey. Bitta ko'rsatib ber. Mana jon. Apparat, qo'l, bo'yida. Mana. Mana qaranglar. Orqa tomonlarni yellarni bitta tortib yo'l zapaslarini ham ko'rsatinglar. Mana, zapasi hali to'lmagan. Hali to'lmagan. Inshaalloh 20 kunligi bor. Bu yoqqa ko'tini ozgina buraylik. Mana o'rtoqlar, hammamizga nasib qilsin o'rtoqlar, mana shunaqa sigirlardan yetiltirib boqib. Mana qarang, oyoqlarni. Yara chaqa unaqa narsalar yo'q ekan. Sog'lomliklarga kafolati bor. Hech qanaqa muammosi yo'q-a? Yo'q, muammosi yo'q. 4 xil oyog'i, soskasiga, yeb ichishiga garantiya beramiz. Telefon raqamlarini aytib o'tib ketamiz. 99lik 99 kodi bilan 488 necha? 488 488 1803 1803 telefon raqamini qo'yib ketaman. Qo'shimcha ma'lumotlari kerak bo'lsa, o'rtoqlar, mana qaranglar. Bular hali sotuvda emas ekan, endi prosta sizlarga ma'lumot o'rnida ko'rsatib berib ketaman. Bularni yetiltirib keyin savdoga qo'yilar ekan. Men bunaqa g'unajinni men hali yaqin o'rtada ko'rmayaptim. Oldiga kelgan, mana qaranglar o'rtoqlar. Bo'yiga qaranglar. Mana qaranglar. Hali tish yormagan bu. Hali tish yormaganmi? Tish yormagan. Sal yaqinroq turib amallab. Mana. Mana bo'yiga qaranglar. Mana qaranglar. Chotini orasini ham olib qo'yavering. Mana qaranglar. Voy jonivor.
Bo'yiga qaranglar, bu hali tishi yormagan, buzoq ekan. Hali 2 yosh bo'lmaganda. Yo'q, 2 yosh bo'lmagan. Ana qaranglar. Voy, gap bo'lishi mumkin. Necha oylik bu? 10 Bo'g'ozlik. oylik, bo'g'ozligi 4 oylik. Bo'g'ozligi 4 oylik. 4 oylik. Shunda hozir 1,5 yosh atrofida-da bu. Shunaqa, 1,5 yosh atrofida. Tishi yormagan hali lekin. Ikkalasiga ham. Mana bunisi ham bo'g'oz. Buni endi hozir narxlarini hali so'raganim yo'q deb hozir ukam o'zi aytib o'tib ketyapti. Telefon qilsanglar ma'lumotlarni aytishadi. Endi narxlarini qiziqib, endi narigisi o'sha so'ralayotgan narx 65 million. Men buni kotini bu yoqqa surib. Buni onasini ko'rganman. Mana buni. Ha, buni onasini ko'rganman, gibridni. Necha oylik bu? Bu ham 4 oylik. Ha, bu ham 4 oylik. Bu ham 4 oylik. Jon. Buni onasini ko'rganman, 50 ta sut bergan onasi. Buni onasi. Buni onasi 50 ta sut bergan. O'rtoqlar ko'rib bitta bahona Yoshligidan beri berasizlar. boqib, olib kelib shu darajaga olib kelib qo'ydik. Mana jonivor. Bu o'rtoqlar, bu akamizni xonadonlarida eng lider mollarni shu kichkinaligimizdan, yoshligimizdan ko'rib kelganmiz. Hech qayerda ko'rmagan mollarim mana shu xonadonda shu kichkinagina ferma qilishgan. Shu yerda oldindan ko'rardik. O'zi bugungi bu astoydil bir sotish uchun bir narsa emas, prosta ishqibozchilik uchun o'zim bitta video chiqaraman deb niyat qilgan edim. Mana kelib syomka qildim. Ma'mul lekin o'rnajinni kelib o'zinglar ko'zinglar bilan bitta ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Juda ham yirik ekanligi gap yo'q. Sigir endi alohida. Bu boshqa narsa mana. Telefon nomerlarini pastda qoldirib ketaman. Mabodo qiziqqan akalarimiz bo'lsa, telefonga aloqaga chiqasizlar. Endi katta sutli, naslga sut yo'nalishida ishlaydigan akalarimiz bo'lsa, telefon qilib kelishaverasizlar. Kallalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.